Tojikiston xalqi, assalomu alaykum. Umra safariga borishni niyat qilib turganlar bormidi? Xudo xolasa bugun Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Sizlarga umra narxlarini tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa shart-sharoitlar qanaqa bo'lyapti? Borganimizda qiynalib qolmaymizmi deganlar uchun sizlarga to'liq qilib ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya. Xudo xolasa narxlar atrofga qaraganda anchagina arzon bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, narxlari, shart-sharoitlarini xudo xolasa qayerdan reyslari bor, qanchadan bo'lyapti deganlar uchun xudo xolasa sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni Abdug'offor akadan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilar uchun alohida video qilyapmiz. Tojikistondan bizni kuzatayotganlar ko'p aka. Videoda boshdan ham layklar bosib qo'yadiganlar ham bor. Xudo xolasa bitta narxlarda, sharoitlar tushuntirib bersangiz nima deysiz aka? Xo'p bo'ladi. Xo'p, Tojikiston qardoshlarimiz, qo'shnilarimiz sizlar uchun yangilik. Xudo xolasa umramiz narxlari yana tushdi. Arzonlarda xudo xolasa. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz narxi $950 bo'ldi. Xo'p, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz narxi $990 qilib qo'ydik. Sizlar uchun. Zo'r. Xo'p, qaysi kunlarga bor? Videolar uchun Toshkentdan deyarli har kuni bor. Har kuni. Iyul oyiga har kun bor. Avgust, iyul oylariga reyslarimiz qo'yilgan. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Mana masalan, iyul oyida 17-iyul kuni bor, 18-iyul, 19-iyul, 20-iyul, 21, 22, 23, 24, 25-iyul kunlari deyarli har kuni reyslarimiz qo'yilgan. Bugun 16 bo'ladigan bo'lsa, erta indin bemalol ketsa bo'ladi. Erta indinda ertasiga o'zlariga 25-gacha har kuni reyslarimiz qo'yilgan. 25-gacha har kuni bor. Har kuni bor. O'zlariga qulay bo'lganiga xudo xolasa ketsa bo'ladi. Ketsa bo'laveradi. Bu Toshkent Jiddaniki. Toshkent Jidda yo'nalishi. Narxlar qanaqa bo'lyapti endi aka? Narxini $950 qilib beramiz Toshkent. $950 xudo xolasa tojikistonlik qardoshlarimiz uchun qilib beriladi. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun $990 qilib beramiz. Buni iyul oyiga kunlari har 2 kunda bir bor. Har 2 kunda bir bor. Masalan, 17-iyul kuni bor, 19-iyul, 21-iyul, 23-iyul bemalol telefon qilaveringlar. Qaysi kun to'g'ri keladigan bo'lsa, hammasini to'g'rilab, chiroyli qilib, aqabaqa 1 kun, 2 kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Chiroyli qilib o'zlaring xohlagan kunlaringga qilishga harakat qilib beramiz. Xolasa Toshkentdan ketsa bo'ladi, xolasa Vodiydan ketsa bo'ladi. Xolasa narxlar atrofga qaraganda arzon. Ancha arzon. Umraga bormoqchi bo'lganlar surishtirib ko'radi, 5-6 ta video ko'radi, narxlar atrofga qaraganda arzon bo'lsa, haqiqatan kommentariy yozib qo'yinglar. Endi shart-sharoitlar qanaqa? Xo'p, sharoitlarimiz xudo xolasa gostinitsalarimiz uzoqligi, yaqin uzoqligidan boshlaymiz. Madina Munavvarada gostinitsalarimiz 200-300 metr uzoqligi. 200-300 metr, Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushilaveradi, xudo xolasa. Avtobuslar 24 ga 7 ishtaydi, qatnaydi. Ishlaydi. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Endi 50 bosh xizmat qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi iloji boricha xudo xolasa. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Xo'p, vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha. Keyin qaytilayotganda xudo xolasa 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Bonus sifatida qo'shib beriladi. Zo'r gapi. Endi biz aka Tojikistondan kuzatayotganlar, biz hozir Farg'onada turib video qilyapmiz. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Onlayn to'lovda amalga oshirsa bo'ladimi yoki kelib ko'rishsa bo'ladimi? Shular haqida bitta ma'lumot bersangiz. Xo'p, agar uzoq bo'lmasa, kelib ofislarimizga to'lov qilinsin. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q bo'lmasa, mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. O'sha Telegram, WhatsApplardan aloqaga chiqsa, pasportlarni tashlab berishadi, joylarni bron qilishadi. Aeroportga kelganda to'lovlarni qilib ketishaveradi. Qandaydir zakolat tashlab berishadi bizga, ozgina miqdorda, qolganini aeroportda hisob-kitob qilinaveradi. Zo'r gapi. O'zlariga qulay bo'lganiga bemalol xudo xolasa to'lov amalga oshirsa bo'ladi. Ofisga borishga qiynalmayman, o'zim litsenziyani ko'zim bilan ko'raman, ofislarning ko'zim bilan ko'raman deganlar uchun ham bemalol kelib ko'rishsa. Farg'onaga kelib xolasalar Andijonga, xolasalar Toshkentga boringlar. Toshkentda ham bor. Toshkentda ham bor. Toshkentda ham bor. Katta ofis Toshkentda ham bor. Xudo xolasa kelsalaring, litsenziya hamma narsa bo'ladi. O'sha yerda kassirlarga xudo xolasa to'lovlar amalga oshirsalaring
sizlarni xudo xolasa joylaring biron qilib qo'yishadi. Menimcha to'liq Inshaalloh. ma'lumot berdi degan umiddamiz. Keyin ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'lganlarga skidkalar bo'lyaptimi aka? Jindeda yana chegirma qilib beramiz. Bor, 4 kishidan oshiq bo'ladigan Aha. bo'lsa, yana jichchadan chegirma qilib beramiz. Chegirmasi xolos. bor. Bemalol aloqaga chiqib Pastdagi qo'yinglar. raqamlarga tushuntirib aloqaga beramiz. chiqinglar. Chiroyli qilib sizlarga qilib berishadi. Tojikistonliklar sizlar uchun alohida video chiqardik. Videomizga bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa sizlarga har kuni shunaqa videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.